Shovot tumanining Maxtumquli mahallasidan o'tuvchi xalqaro ahamiyatdagi 4R159 Urganch-Shovot Turkmaniston chegarasi avtomobil yo'lining 36-56 km qismida rekonstruksiya ishlari olib borilmoqda. Bugungi kunda Xorazm viloyati bo'ylab bunyodkorlik ishlari olib borilyapti. Shu maqsadda bu Xorazm viloyati Shovot tumanida o'tuvchi 4R159 yo'limizda 36-56 qismida rekonstruksiya ishlari boshladik. Noyabr oyida bu ishni boshladik. 20 km yo'lni bu yil 10 km foydalanishga 100% topshiramiz. Yo'lni oldingi holati 9 metr bo'lsa, hozir 18 metr bo'ladi. Bu yerda piyodalar yo'lakchasi hamda mashinalar uchun yo'lakchalar quriladi. Ushbu loyiha 2024-2027 yillarga mo'ljallangan bo'lib, buning uchun davlat budjetidan jami 300 milliard mablag' yo'naltirilgan. Asosiy maqsad ushbu yo'lda avtomobillarning harakatlanishlari uchun qulayliklar yaratish, yo'llarning tekis va ravonligi, yo'lovchilarning o'z manziliga vaqtida va asosiysi betalofat yetib borishga zamin yaratadi.